Assalomu alaykum hammaga. Bugun biz entropiya va entalpiya haqida o'rganamiz. Bu energiyaning turi hisoblanadi. Ma'lumki, bir nechta energiya turlari mavjud. Misol uchun, potensial kinetik energiya, issiqlik energiyasi, hatto massa ham, modda massasi ham energiya hisoblanadi. Entalpiya bilan entropiya bir-biriga teskari bo'lgan energiya hisoblanadi, ya'ni plus-minusga o'xshaydi. Qachonki entalpiya oshgan paytda entropiya pasayadi. Entropiya oshgan paytda entalpiya pasayadi. Ya'ni entalpiya energiyasi deb termodinamik sistemadagi moddaning molekullarini tartibsiz holatdan tartibli holatga o'tishiga aytiladi. Entropiya deb esa termodinamik sistemadagi moddaning molekullarining tartibli holatdan tartibsiz holatga o'tishiga aytiladi. Sodda qilib tushuntirganda, suv 150 gradusda bu holatda, 50 gradusda suyuq holatda, 0 gradusda kristal holatda. Entalpiya bu yerda, ya'ni bu holatda 150 gradusda 0 ga teng deb olsak, u suyuq holatga o'tgan payti va kristal holatga o'tgan payti oshib boradi. Misol uchun 0 dan 100 ga qarab oshib borib tasavvur qilamiz. Kristal holatdan esa u suyuq holatga va bu holatga o'tgan payti entropiya energiyasi oshib boradi. Ya'ni 0 gradus, 0 deb bu yerda entropiya bu yerda 0 kristal holatda, bu holatda esa 100 deb tasavvur qilamiz. Misol uchun ortib bordi, bir-biriga teskari proporsional. Ya'ni molekullarning tartibli holatdan tartibsizga o'tishi yoki tartibsiz holatdan tartibliga o'tishini ifodalovchi ko'rsatkich energiya hisoblanadi bu. Mana sanoatda bu ishlatiladi. Mana bu yerdan gaz keladi, 82 gradusli gaz kelib, 112 gradus qiziydi, ya'ni 40 gradus energiya oladi, harorat oladi. Nima evaziga bo'lyapti bu? Mana bu yerdan bug' keladi. 187 gradusli bug' kelib, 187 gradusli kondensat bo'lib chiqib ketadi. Ya'ni bu holatdan suyuq holatga o'tyapti, harorat o'zgarmayapti. 187 gradus, 187 gradus. Bu yerda bug'dan suyuq o'tgan payti harorat o'zgarmayapti, lekin entalpiyasi oshib boryapti. Ya'ni tartibsiz holatdan bu holatdan suyuq holatga, ya'ni tartibli holatga o'tyapti. Natijada entalpiya qiymati oshib boryapti, energiyasi. Lekin entropiyasi tushib boryapti, chunki tartibsiz holatda entropiyasi katta edi. Suyuq holatga o'tgan payti entropiyasi kichrayib, ya'ni tartibli holatga o'tib boryapti. Tartibsiz holatda entropiya juda yuqori bo'ladi. Harorat o'zgarmayapti, 187 gradus, 187 gradus. Bu holatda ham, suyuq holatda ham. Lekin shu ikkita energiyani o'zgarish evaziga mana bu yerdagi gaz 40 gradusga qiziyapti. Agregat holati bu yerda molekullarning tartibli holatdan tartibsiz holatga yoki tartibsiz holatdan tartibli holatga o'tishini ifodalovchi qiymat sifatida ko'riladi. Sanoatda ishlatiladi ushbu teplanmalik.